Men o'zim hal qilaman. Siz Sen уже hammasini hal qilib bo'lding. Sardor, o'g'lim, aybdor topdingmi? tekshirdim, ada. Qurilishda hammasi joyida. Qog'ozlarni ham mana 3-4 marta tekshirdim. Obyektga ham o'zim borib bitta tekshirib chiqdim. Hayronman. Qayerdan bunaqa gaplar chiqyapti? Unda yaxshi o'g'lim. Mijozlar yonida yuzimiz. Alo. Xo'jayin qurilishda chimpa, ikkinchi etaj qulab tushdi. Nima? Hech kimga hech narsa qilmadimi? Prorab? Kamoliddinmi? Asloshni operatsiyaga olib kirisharkan. Qaysi больницаga? 5gami? Bo'ldi, hozir boraman. To'xting. Ada. Men o'zim hal qilaman. Siz Sen уже hammasini hal qilib bo'lding. Tushundingmi? Sen hal qilishing orqali hozir bir odam o'lim bilan kurashyapti. Ular menga ishchi emas. Men ular uchun javobgarman. Borib hozir kerak bo'lsa, uni oilasidan uzr so'rayman, tiz cho'kaman. Sen meni boshqa ko'zimga ko'rinma, marrat. ishing tegib, tez boshingni tayyorla. Hozir paytsaga odamni oldin bormasam, ani prorab hammasini gullab qo'yishi mumkin. Davay. Hozir.